Durability korxonasining umumiy maydoni 44 ming kvadrat tashkil qiladigan yana bir obyektiga yetib keldik. Bu yerda zavodimiz tomonidan ishlab chiqarilgan konstruksiyalarni montaj ishlarini bajarganmiz. Yig'ma temir beton konstruksiyalarning asosiy afzalligi ularni zavod sharoitida tayyorlab, obyektga yetkazib, ob-havoning har qanday sharoitda montaj qilish mumkinligi. Bu esa qurilish montaj ishlarini tez bajarilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu obyektimizda montaj ishlari bo'yicha brigadir Abdulatif aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdulatif aka, ushbu obyektimizda montaj ishlari uchun umumiy qancha vaqt ketdi? Qariyb 3 oy vaqt ketdi montaj ishlarini qurib bitirish uchun. Yaxshi, ya'ni 44 ming kvadrat maydonni montaj ishlab chiqarish va montaj ishlariga qariyb 3 oy vaqt ketdi. Rahmat.